Novza metro 4 xona remontlari bilan kirib yashashga tayyor kvartiramizni ko'rsatamiz, qani ketdik. Asosiy zal mehmonxona qismini ko'rishingiz mumkin, o'zini konditsionerlariga ega. Kirush prixoshkamiz, bu yoqda birinchi spalniy qismini ko'rishingiz mumkin, o'zini balkonlariga ega. Umumiy maydoni 80 kvadrat metrdan iborat. Bu yoqda bolajonlar yotoqxonasi joylashgan. Bu yoqda 3-spalniyni ko'rishingiz mumkin, o'zini konditsioner va garderobni shkaflariga ega. Uyimizni kelib ko'rsanglar juda ham yoqib qoladi. Fayzli xonadon. Podyezdlarni ham ko'rishingiz mumkin, toza, akkuratniy. Ko'rib turganingizday uyimizning hamma xonalari va sanuzellari alohida joylashgan, ya'ni razdelniy, koridordan kiriladi. Bu yo'ni 5-xona sifatida ham foydalansanglar bo'ladi. 2x6 o'lchamli balkonimizdan unumli foydalanib oshxona qismi qilib qo'yilgan. Uyimiz shundoqqina Muqimiy ko'chadagi Qamish milliy taomlarining orqasida 5 qavatli g'ishli domni 4-qavatida joylashgan. Tapchanli zonalarni ham ko'rdinglar. Uyimiz narxi $112 ming. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun telefon raqamimni qoldirdim.